sizga asbob yarashibdi judayam siz bor. Nima chalasiz o'zi, nima bu tormi? Sizniki tormi? Sizniki tormi? Maniki tor. Maniki tormas, maniki tor. Jarangdor ovoz. San'atkorni sahnada ko'r, o'zaro suhbatiga poloningni qo'y degan hangama borda. Artistlar o'zaro ichidagi bir iflos, isqirt, hamma temada gaplashadigan hangamasini xalq olib chiqishni boshlabdi. Bu mana bu ayol befarosat ko'nikib qolgandik. Mana bu erkak endi bu ayolni reklama qilib beryaptim. Bu ayolni paparozasimi? Bular shularni kim maqtaydiki, kim zo'r qilibsiz, malades deydiki, mana shular yana eshilib, kirilib, yana mana shunaqa ishlar qilar ekan. Men qo'y onasini emsin, mazaq ijod qilaylik, mazaq odamlar kuldiray, kayfiyat beray deysan-u, xalqqa bir yaxshi energiya berishga harakat qilib, shuni internetga kirsang, mana bular mayt fisqa fasod qilib yotgan bo'ladi. Haligi biz artib tozalayotgan joyda bular musor qilib chiqadi-da, odamda asabi buzilib ketadi. Gapirmasdan boshqa iloji yo'q. O'zi aytasizlar, kimdir bularni shajarasidan, bularni avlodidan bo'lganlar yonini olishni boshlaydi. Sen ham palonmassan, sen ham pistonmassan deb. Xalq, men hayronman-da. Madaniyat yomon, xulqi buzuq, yomon narsalar qilganlarga jarima solamiz degan sarim bular qilaveradi. Shunda bular farzandiga bolam zo'r chiqibdimi, yangi videoyim qarar rektaman men deb faxrlanadimi bular? O'rtoqlaridan bular olqishlab kelib, ota-onasini, mana shu bir ayolni onasini, mana shu odamda ham farzandi bordir, erkakdir, erkak emasmikan? Shuni ham farzandi faxrlanarmikan? Undan ko'ra yalang'och bo'lib ikkalang o'ynab qo'ya qol, nima farqi bor? Tilingda ayon qilding nima? Yalang'och bo'lib o'ynalaring, rekka chiqasanlar.